Hammaga salom. Koreys tilini o'rganish bo'yicha top bugun 3 ta maslahat berib o'taman. Uchinchisi eng qiziqarlisi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Birinchisi, bu berilayotgan vazifalarni, ya'ni ko'proq yozib, ham o'qib yodlash kerak bo'ladi. Siz bunaqa qilib o'tirmang, chunki miyangiz zo'r ishlab ketishi mumkin. Xo'p, ikkinchi maslahatim ko'proq ruscha, inglizcha va boshqa arabcha kinolar ko'ring. Koreyscha kino ko'rib o'tirmang. Bu sizni eshitishingizga xalaqit beradi, ya'ni koreys tilini ertaroq o'rganib qo'yishingizga sabab bo'lishi mumkin. Va uchinchisi, eng asosiysi bu ertalabdan kechgacha PUBG o'ynanglar. Ana shunda zo'r bo'ladi va effektini mana men aytib deysizlar, ertalabdan kechgacha PUBG o'ynasanglar, xudo xohlasa koreys tilini mukammal ravishda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Koreys tilini o'rganishni xohlasanglar, onlayn darslarimiz boshlanadi tez orada va kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.